Odilxon menga video chiqaribdi. Telegramda yozishganimizda. O'zi bilmay ham qoldim. O'zi boshida shoqolni bekorga aytmagan ekanman-da. Shoqolligini qilar ekan. O'rtamizdagi narsani sekin ommaga olib chiqishi bilmadim. Keyin bo'y qilamiz debdi. Sen boshida intervyu vaqti aytganding-ku, o'zbeklar bilan urushmayman deb. Nima bo'lyapti? Buncha prosmotr yemayaptimi? Shunday bo'ladi. Ha, otam, Banor. Yannoy Karol. Ya volk, assalomu alaykum. Alloh qo'llab turgani banda xo'rla olmaydi. Endi sani davring o'tdi. Alhamdulillah, Allohim bergan ne'matingga shukrlar bo'lsin. Bitta 100 ga ikkita bashara ko'plik qilmayapti.